O'tding mana yoqqa. O'tding deyapman. Ismaysiz. Qani o'zi bilan ko'ring. Shunday mashaq o'zimni bosaman. Tasvirda gavdalangan bu opani esa ichimlik suvidan 12 million qarzdorligi bor. Ichimlik suvi haqqini to'lashni umuman yillar davomida unutib qo'ygan. To'layman deb 12 million yiqqandan ko'ra, nega to'lamagansiz? Hali ham 12 million. Bilmasangiz ichmasa, adamsiz. Shoshmang. Ichyapmiz mang'illatib. Buni yildan beri bir suvga to'lamasak, gazga qanday iloji bor to'laymiz. Svetga o'chib qolsa to'laymiz. Uch suvga shuni surishtirib ko'ring. Nima deysiz? Hop. Surishtirib ko'rmaz, mana ko'rsin, aytsak hamma jim. Mana shu joyga aytsak hamma jim. Qo'limdagi bir stakan suvni narxi ham, qadri ham yo'q. Vaholanki, agar 3 kun ichimlik suvi iste'mol qilmasangiz, bu dunyoni shubhasiz tark etasiz. Yaxshi, bugun suvsozlar kelib, ichimlik suvi haqqini to'lang deganda o'zimni yoqaman, vaholanki o'zimni osaman deb qo'rqityapti. Mayli, bunisiga ham ko'namiz. Aytgandek qilib, bu opa o'zini yoqib, o'zini osib, maqsad 12 millionni to'lamaslik bo'lsa, bu dunyodagi 12 milliondan qutulishi mumkin. Ammo lekin haqqi to'lanmagan ichimlik suvida yuvib oxiratga kuzatgandan so'ng u yerda qanday javob beradi? Tarixda bo'lib o'tgan bir voqea bor. Yaqin o'tmishimizda Zuhriddin Mahsum degan bir taqvodor, ilmli zot bo'lganlar. Bir necha ahli ilmlar ulug' zotni bir ziyorat qilaylik deyishib, uylariga ziyoratga borsa, shu mehmonlar bilan suhbat asnosida eshik taqillab qoldi. Eshikni Zuhriddin Mahsum ochsalar, bir nazoratchi, suvni nazoratini qiladigan bir yigit kirib kelibdi. Otaxon, meni ma'zur tuting, ichida qarzdorligingiz bor ekan debdi. Shu joyda bolam qog'ozni ochingchi, qarzdorligimiz yo'q edi, desa bor ekan deb ochsa, haqiqatda qarzdorlik yo'q, balki haqdorlik balad turgan ekan. Unga kelgan haligi yigit hijolat bo'libdi. Hijolat bo'lsa, Zuhriddin Mahsum aytgan ekanlarki, bolam, bu jon bizga omonat. Shu omonatimizni bir kun topshiradigan bo'lsak, men suvdan qarzdor bo'lsam, shu qarzdorlik suv bilan meni g'uslimni qilishib, oxirgi safarimga kuzatishmasin degan umid bilan doimiy men oldindan to'lab yuraman bu narsani degan ekanlar. Demak, suv juda ham bir qadrli narsa, qiymati baland. Uni isrof qilmasligimiz kerak. Shu bilan birgalikda haqqini ham vaqtida to'lab turishligimizga lozim bo'ladi.